alaykum. Bugun 17 sentyabr 2025-yil. Bu shuni anglatadiki, oktyabr oyidagi multilevel imtihonlariga bir oydan kam muddat qoldi. Bu oktyabr oyidagi multilevel imtihonini o'ziga xos jihati nimada deydigan bo'lsak, shu oydan boshlab birinchi marta writing qismida, ya'ni yozish qismida yangi formatdan foydalaniladi. Yoz o'rtalarida rasmiy manbalarda xabar berilgan edi yozish qismida o'zgarish bo'lishi haqida va bu oktyabr oyidan qo'llanilishi belgilangan edi. Ya'ni sentyabr oyida imtihonlar bo'lib o'tdi eski formatda task 1 letter yozish va task 2 essay yozish bo'yicha. Endi biz yangi format haqida bugun shu videoda gaplashmoqchimiz. Ya'ni ko'p o'quvchilarda savollar bor, qanday o'zgarishlar bo'ldi, qanday qilib yozish kerak va ular qanday baholanadi, shular haqida gaplashamiz. Demak, birinchi writing qismini tuzilish haqida gaplashib olamiz. Bunda ikkita part mavjud endi, part 1 va part 2. Part 1 da o'zida ikkita qism bor ekan, birov 1, birov 2, ya'ni part 1 da o'zida bizga ikkita topshiriq beriladi. Ya'ni mavzu bitta bo'ladi, bitta holatni tasavvur qilib olamiz va shu bitta holat uchun ikki xil topshiriq beriladi. Bular demak informal email va formal email, norasmiy elektron xat va rasmiy elektron xat. Bularda so'z limitiga qaraydigan bo'lsak, norasmiy xat uchun 50 ta so'z limiti belgilangan, rasmiy xat uchun 120 tadan 150 tagacha so'z belgilangan. Ya'ni bitta mavzuga yuzasidan biz xat yozishimiz kerak. Bitta fikrni yozishimiz mumkin. Bittasini norasmiy tarzda, ya'ni do'stimizga boshqa holatda, rasmiysi demak, xuddi shu fikrlarimizni keyin rasmiy usulda ham ifodalab berishimiz kerak. Endi ikkinchi partga keladigan bo'lsak, bunda avval xuddi IELTS formati bilan bir xil ravishda demak essay yozilardi, discussion, advantage, disadvantage. Endi hozir boshqacharoq narsa bo'lyapti. Ya'ni buni nomi hali aniq bir to'xtamga kelish qiyin. Ya'ni bir so'z bilan ifodalash qiyin bo'lyapti hozir. Hali bu imtihonlar o'tkazilmagani uchun kimdir forum post, article, text deb atayapti. Odatda ko'proq forum post menimcha mos kelyapti. Bu nimaligi haqida quyida yana gaplashamiz. Forum post yozish kerak demak. Ikkinchi partda bu 180 tadan 200 tagacha so'z limiti orasida bo'lishi mumkin. Vaqt taqsimotini o'ylaydigan bo'lsak, demak 60 minut beriladi. Bu 200 ta so'z, bu ikkalasini ham qo'shganda demak 200 ta so'z bo'lgani uchun biz vaqtlarni shunaqa taqsimlashimiz mumkin. Yarim soat ikkinchi partga, birinchi partga ham yarim soatda 8 minutga 22 minut qilib taqsimlab olishimiz mumkin ekan. Demak, umumiy sxema tuzilish shundan iborat. Bularni namuna orqali yana ko'rib chiqamiz. Demak, Bilim va malakalarni baholash agentligining rasmiy manbalarida e'lon qilingan namunaviy savolni tahlil qilsak, demak tushunishimiz osonroq bo'ladi. Bunda part 1 da mana shunaqa holat. Endi biz demak sefir imtihoniga kirganimizda shunga o'xshagan kengroq, uzunroq holatda bizga xat keladi. Ya'ni bizga xat beriladiki, birorta mavzu yuzasidan biz birinchi o'rinda qiladigan ishimiz bo'ladi. Shu holatda tasavvurimizga keltirib olishimiz kerak. Bu holat bizga keldi, ya'ni bu xat bizga keldi birorta mavzu yuzasidan, uni yaxshilab tushunib, tasavvur qilib olishimiz kerak va shuni ichidan o'zimizni topshirig'imizni aniqlab olishimiz kerak. Avvalgidek demak bullet pointlar yo'q, mana narsani yozing deb alohida 1 2 3 qilib sanab bermaydi. Ichidan mana xuddi shu holatda nima qilishimiz kerak? Juda ehtiyot bo'lib, savollar bizga kerak bo'lgan topshiriqlarni aniqlab olishimiz kerak. Mana misoliga qaraydigan bo'lsak, you are a member of fitness club, you received an email from the manager of the club. Siz fitness klub a'zosisiz, siz xat qabul qildingiz klubda menejer tomonidan. Sizga aytayaptiki, demak qisqacha mazmuni keyingi dushanbadan 1 oyga yopilyapti markazimiz va binoga bir qancha ta'mirlash ishlari kerak. Biz yangi jihozlar o'rnatmoqchimiz deyapti va aytayaptiki, demak yana nima o'zgartirilishi kerak deb hisoblaysiz. Va biz ishlamayotgan paytda, markaz ishlamagan paytda qanaqa muqobil faoliyatlarni demak bizni komandamiz tashkillab berish kerak bu vaqtda deb savol beryapti sizga. Biz sizni fikringizni qadrlaymiz. Ya'ni ikkita savol tepada berib ketilyapti. Shu topshirig'imiz hisoblanadi bizni. Endi xuddi shu mavzuda tushunib olganimizdan keyin ikkita demak bizni vazifamiz bor. Birinchi vazifamiz write a letter to your friend who is also a member of the club. Demak, shu klubda a'zosi bo'lgan xuddi sizga o'xshab do'stingizga xat yozing deyapti. Write about your feelings demak shunga e'tibor beramiz va what you think the club management should do about the situation. Ya'ni siz do'stingizga xat yozishingiz kerak, xuddi shu mavzu yuzasidan o'zingizni hissiyotingizni bildirishingiz kerak va shu klub menejmenti nima ish qilish kerakligi haqida fikrlaringizni ham
Demak, norasmiy tarzda bildirib ketishingiz kerak. 50 ta so'z limiti miqdorida. Buni namunasini ko'rib yana tahlil qilamiz. Endi xuddi shu topshiriq berilyapti, faqat endi rasmiy tarzda. Ya'ni ikkinchi topshirig'imiz write a letter to the manager. Endi menejerga xat yozishni so'raydi bizdan, xuddi shu mavzu yuzasidan. Ya'ni har doim ham menejer biz qaysi mavzu bo'lsa, ya'ni xat sizga kimdan kelgan bo'lsa, shunga xat yozishingiz kerak ikkinchi topshiriqda, ya'ni rasmiy tarzda. Bunda ham xuddi shunaqa holat, your feelings, o'zingizni hissiyotlaringiz haqida, o'zingiz nima his qilganingizni yozishingiz kerak va nima ishlar qilish kerakligi haqida fikrlaringizni bildirishingiz kerak. 120-150 so'z miqdorida. Demak, bu mavzu, bu ikkita topshiriq, ikkalasida ham deyarli bir-biriga yaqin fikrlarni yozamiz, faqat bittasini norasmiy tarzda, ikkinchisini rasmiy tarzda ifodalab berish bizdan so'ralyapti. Endi part 2 qanaqa holatda bo'ladi, ya'ni forum postimiz qanaqa ko'rinishda bo'lyapti deydigan bo'lsak, bu misol, you are participating in an online discussion for a language learners. The question is it better to live in a big city or a small town? Post your response giving reasons and examples. Demak, siz onlayn muhokamada qatnashyapsiz o'rganuvchilari uchun savol shunaqa ekanki, katta shaharda yashash yaxshiroqmi yoki kichkina shaharchada yoki qishloqda deyapti. O'zingizni javobingizni post qiling. Ya'ni xuddi Telegramda post yozgandaqa, demak, forum post, ya'ni rasmiy tarzda biz post. Ya'ni forum post deganda siz forumda qanaqadir muhokamada qatnashyapsiz va o'sha yerda o'rtaga tashlangan mavzu yuzasidan fikrlaringizni rasmiy tarzda bayon qilishingiz kerak. Xuddi tekst, ya'ni post hisoblanadi. Bu shunisi bilan inshodan, essaydan farq qilyapti. Bunga ham qanaqa yondashish haqida hozir quyida gaplashamiz. Example ko'radigan bo'lsak, demak, tepada berilgan bizga fitness club haqidagi xat kelgan bizga. Bizdan so'ragan, birovga yopilyapmiz deb xat yozgan sizga, nima fikrlar berasiz, ya'ni nimalar o'zgartirilsin, nimani his qildingiz, shular haqida do'stingizga xat yozing. U ham klub a'zosi deb topshiriq berilgan, norasmiy tarzda bo'lishi kerak. Misol, hi Botir, I just got an email from the club. Men hozirgina demak klubdan elektron xat qabul qildim. They are closing for a month because of repairs and new equipment. Ular demak birovga yopilishyapti, ta'mirlash va yangi jihozlar sababli. Honestly, I'm upset. To'g'risini aytganda xafa bo'ldim. Demak, since I will miss my training, men o'zimni shug'ullanishlarim, treningimni, ya'ni mashg'ulotlarimni sog'inadigan bo'lganim sababli deb aytyapti. Va I think they should add better showers and new equipment. Men o'ylaymanki, ular yaxshiroq dush va yangi jihozlar qo'shish kerak. Maybe we can go jogging together meanwhile. Balki biz yengil yugurishga chiqishimiz mumkin bu vaqtda. What do you think? Let's meet and talk about it. Nima deb o'ylaysan? Kech uchrashib, gaplashib olamiz degan fikr berilyapti. Take care, Ahmad deb yakunlayapti. 59 ta so'z. 50 ta atrofida so'z yozishimiz mumkin edi. Ko'radigan bo'lsak, unaqa gaplar soni ko'p emas, ozgina 4 ta, 5 ta gap bilan ham ifodalab qo'yish mumkin. 50 dona so'z, bu juda ham qisqa narsa. Ya'ni bunda biz topshiriqni bajarishimiz kerak. Bizdan so'ralgan hissiyotimizni aytishimiz kerak edi. Mana bu yerda aytdik, nimani his qilayotganimizni. Undan tashqari nima o'zgartirish qilishimiz kerak, yana shu haqida ham fikringizni ayting dedi. Demak, bu yerda mana beryapti. They should add deyapti. Nima? Showers, new equipment degan hech bo'lmaganda fikrlarni berib ketyapmiz. Bular albatta topshiriqqa javob hisoblanadi. Endi keyingi topshiriqimiz bizi bu norasmiy bo'lishi kerak. Norasmiyligi qatdan bilinadi rasmiy bilan deydigan bo'lsak, birinchi o'rinda lug'atda bilinadi. Rasmiy yoki norasmiyligi, ikkinchi grammatika strukturalarimizda bilinadi. Misol uchun, olmoq so'zini oladigan bo'lsak, norasmiy tarzda insho yozayotganimizda take, get ishlashimiz mumkin. Batda ham demak ko'ryapmiz, I just got. Bu norasmiyligini ko'rsatib turibdi. Chunki rasmiy bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda hayolimizga receive keladi. Grammatika bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, oddiy to be grammatikasida yoki oddiy zamonda ifodalaniladi. Yuqoriroq rasmiyroq qilmoqchi bo'lsak, passive voice yoki to infinitive dan foydalanishimiz mumkin, relative clause'lardan foydalanish mumkin. Shular orqali demak bilib olamiz va mana bu yerda berilgan so'roq gap ham buni norasmiyligini bildiradi. Savol beryapmiz. Let's meet deyapmiz. Bular norasmiy xatti xususiyatlari hisoblanadi. Bularda albatta biz qo'shishimiz kerak bo'ladi. Boshlanishiga ham e'tibor beradigan bo'lsak, hi deb boshlanyapti. Demak, bu ham norasmiyligini ko'rsatyapti. Take care deb yakunlayapmiz. Bu detallarni qolip sifatida qabul qilib, xohlagan mavzuga moslashtirish mumkin bo'ladi.
Task 2 ga namuna ko'radigan bo'lsak, demak, xuddi shu fikrlarimizni yana xat sifatida yozib berishimiz kerak, faqat bu safar rasmiy va menejerga. Bunda Dear Manager deb boshlayapmiz rasmiy bo'lgani uchun va tepadagi fikrlarimizni endi paragraflarga ajratgan holatda yozamiz. Ya'ni so'z miqdori ham ko'proq bo'lgani uchun rasmiy tarzda ifodalab chiqamiz. I appreciate your message regarding the closure of the fitness center. Markazni yopilish haqida bildirgan xabaringizni men qadrlayman. Garchi men tushunsam ham ta'mirlash va yangi jihozlar zarurligini I must admit that I am quite disappointed. Men tan olishim kerakki, ozgina xafa bo'ldim. As I regularly attend the gym and it plays an important role in keeping me healthy and motivated. Ya'ni men ozgina xafa bo'ldim. Nima sababli? Men doimiy sport zaliga qatnaganim va u juda muhim rol o'ynagani, meni sog'lom saqlashda va motivatsiya, ya'ni energiya bilan ta'minlangan holda saqlashimga yordam bergani uchun deyilyapti. Shu yerda demak, tepada bildirgan fikrlarimizni yana qayta aytyapmiz. Faqat bu safar rasmiy tarzda. Qayerdan bilinadi? Tepada ko'rishimiz mumkin. Misol uchun I just got an email deyapmiz. But I appreciate your message deb boshlanyapti. Va shunchaki I am upset degan gapimizni ko'raylik. Batda nima deb aytilgan? Demak, I am quite disappointed deyilgan. Shunda ham bilinib turibdi. Ya'ni disappoint bilan upset. Bundan tashqari hatto shunchaki to be bilan I am upset deyilgan bo'lsa, batda I must admit that ham relative clause, ham modal fe'l, admit va disappoint degan so'zlar ishlatilgani buni rasmiyligini ko'rsatib turibdi. Va tepada berilgan topshiriqlarga nisbatan uzunroq javob beryapmiz. Shuning uchun paragraflarga bo'lindi. Demak, birinchi paragrafda xat uchun rahmat aytib va biz o'zimizni his qilayotgan hissiyotimizni feelings ifodalab berdik. Endi yana bizdan so'ralgan narsa nima o'zgarishlar qilaylik degan narsasi bor edi. Bunga ham kengroq yondashdik. Apart from installing new machines, I believe it would be beneficial to modernize the locker rooms and showers as they are often too small and not very convenient for members. Apart from degandan tashqari, yangi mashinalarni o'rnatishdan tashqari men ishonamanki, bu foydali bo'lardi. Modernizatsiya qilish, yaxshilash, demak, kiyim almashtirish xonalarida, shkaflarda, dushlarda. Nima sababli? Ular juda kichkina va qulay bo'lmagani uchun shularni yangilang degan tavsiyalar berilyapti. I would also recommend, ya'ni men shuningdek yana tavsiya qilaman deyapti. Group sessionlarda oshirishda, guruh bo'lib qilinadigan demak faoliyatlarda, ayniqsa aerobik va juda mashhur bo'lgani sababli yana guruh bo'lib qilinadigan sport mashg'ulotlarini qo'shaylik deyapti. Shunchaki faqat bir xil mashg'ulotdan tashqari. Va keyingisida yana bizdan so'ralgan narsa bor edi. Shu yopiq bo'ladigan paytda nima ish qilaylik, sizlarga nima ma'qul deyapti. Bunga ham fikr aytyapti. Bu vaqt ichida, ya'ni klub yopiqligi vaqtida ehtimol siz demak onlayn fitness lessonlar tashkil qilishingiz mumkin yoki outdoor training programmalari tashqarida qilinadigan demak dasturlar yo'lga qo'yishingiz mumkin. Nima uchunki, ya'ni in order to ga bo'ladi. Shu maqsaddagi a'zolar demak davom ettira oladi o'zlarini faoliyatlarini xalaqit berilmagan holatda, to'siqlarsiz deb tushunsak bo'ladi va yours sincerely deb ham ism familiya berilyapti rasmiy bo'lgani uchun. Mana shuni ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, bu ikkinchi taskka bizga yozgan javobimiz bo'lishi mumkin. Fikrlar deyarli tepasi bilan bir xil. Bu o'ta qisqa holatda norasmiy ifodalangan ko'ryapmiz bu yerda. Paragraflarga bo'lgan holatda. Bu paragraflar soni ham hali aniq formaga tushmagan, ya'ni har xil mavzuda har xil paragraflarda soni o'zgarib boryapti. Buni mavzudan kelib chiqib, sizga berilgan, so'ralgan narsadan kelib chiqib taqsimot qilishingiz mumkin. Endi forum postga keladigan bo'lsak, ya'ni o'sha bizga berilgan discussion topic haqida biz post yozishimiz kerak edi. Rasmiy ohangda yozamiz. Bunda ham essayimizga o'xshab introduction va conclusionlarimiz bor. O'rtadagi badiiy paragraflarda o'zingiz taqsimot qilib olishingiz mumkin. Yana bu ham xuddi advantage, disadvantage ga o'xshab ketyapti mavzuyimiz. Katta shaharda yashash yaxshiroqmi, kichkina shaharda? O'zimizni fikrimizni bildirishimiz kerak va undan tashqari ikkala tarafni ham tahlil qilishimiz kerak. Shunchaki bir tarafni tashab qo'ymasdan. Misol uchun introduction ma'nosini ko'radigan bo'lsak, bu qiziqarli savol. Meni fikrimcha ikkalasi ham, ya'ni katta shaharlar va kichkina qishloqlar foydali jihatlarga ega, ammo katta shaharda yashash
umuman olganda yaxshiroq yosh odamlar uchun deb o'zini fikrini beryapti. Va firstly deb turib, demak, shaharlarda foydasini gapirib chiqamiz. Ko'p imkoniyatlar taklif qiladi. Agar siz o'qiyotgan, ishlayotgan bo'lsangiz, ko'p maktab, universitet, kompaniyalar bor. Bundan tashqari public transport rivojlangan, qaysiki sizni shahar bo'ylab mashinasiz yurishingizni osonlashtiradi degan demak fikrlarda ketma-ket berib kelyapti shaharda yashashga oid. Endi on the other hand deb ikkinchi taraf, kichkina qishloqlar, ularda nima foydasi yo'qmi bo'lmasligi uchun, ya'ni ularda ham ustun jihatlarini ta'kidlab ketishimiz kerak. Demak, tinchroq, ular yaxshiroq tanlov bo'lishi mumkin. Kim? Yosh bolasi bor oilalar uchun yoki sekinroq, ya'ni xotirjamroq hayotni xohlaydiganlar uchun va shuningdek yashash xarajatlari ham kamroq deb ikkinchi tarafda ham foydali jihatlarini ifodalayapmiz va xulosada men ishonamanki, eng yaxshi option, ya'ni educationda karyerani o'sishni xohlaydiganlar uchun shahar va tinchlikni, yaqin munosabatlarda atrofdagilar bilan xohlaydiganlar uchun demak kichkina shaharchalar mos keladi deb xulosalayapti. 180 bitta so'z bo'lyapti. Xuddi shu ko'rinishda forum post qilib yozsak bo'ladi. Demak, shu yergacha kelgan bo'lsak, umumiy xulosa qilib oladigan bo'lsak, demak, biz insho qismida ertaga imtihonga kirganimizda ikkita part bo'ladi, part 1 va part 2. Part 1 da o'zida ikkita topshirig'imiz bor, bitta mavzu yuzasidan va bitta forum post bor, bitta mavzu yuzasidan. So'z limitlari esdan chiqmagan holatda ishlashimiz kerak bo'ladi. Bizga berilgan ko'p qaytarilayotgan boshqa joylarda ham juda ko'p ko'ryapmiz bunga, hamma har xil yondashyapti. Ya'ni bu mavzular har safar har xil bo'lgani bilan umumiy qolib so'raladigan narsasi deyarli bir xil bo'lishi mumkin, meni fikrimcha. Ya'ni har birida sizdan feeling so'rashi va nima o'zgarish, yana qo'shimcha qilish kerakligiga o'xshagan savollar deyarli bir xil qolipda bo'ladi. Demak, bunga rasmiy va norasmiy inshoimizni yozamiz, xatimizni. Ikkinchisida forum post yozamiz. Bu haqida tushuncha oldik va umumiy qolipga ega bo'lishimiz kerak, qanday holatda bo'lishi. Rasmiy va norasmiyning farqi. Bundan tashqari forum postda ham qanday usulda yozishga namuna ko'rib chiqdik. Baholashga keladigan bo'lsak, baholash ham juda qiziq. Qanaqadir soddalashgandek, to'g'ri, ballar jicha g'alati, 12,5, 14, 17. Lekin xuddi listening readingga o'xshab ballaringizni osonroq hisoblashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni writingda 3 ta topshiriq bor, 3 ta aytaylik matn yozishingiz kerak, 50 ta, 120 ta va 180 ta. Bunda jami maksimal to'plash mumkin bo'lgan ball, demak writingda endi 17 ballni tashkil qiladi. Ya'ni birinchi topshiriqda maksimal 5, ikkinchi, uchinchi topshiriqda maksimal 6 ball olish mumkin. Shularning uchalasini qo'shiladi, o'rtachasini olinmaydi, e'tibor beramiz. Uchalasini qo'shganimizda chiqqan son, demak, shu jadvaldan olinadi. Misol uchun B1 olmoqchi bo'lgan odam, demak, o'shala yozgan matnidan bahosi, to'plagan bahosi 6 ni tashkil qilish kerak. Ya'ni aytaylik, birinchisidan 3 ball, ikkinchisidan 2 ball, keyingisidan ham 2 ball olganda, demak, 7 ballga ega bo'lib, demak, unda 42 ball va o'sha B1 darajaga yetadigan balla bo'ladi. Yoki B2 olmoqchi bo'lgan odam, demak, eng kamida 10 ball olish kerak. Yozish qismidan 10 ballni qanaqa qilib to'playdi? Uchala yozgan matnlarini bahosini qo'shadi. 5, 6, 6 dan. Ba'zilardan 3, ba'zilardan 4, ba'zisidan 2 har xil bo'lishi mumkin. Shundan bahosini chiqarib olishimiz mumkin ekan. Bu ham rasmiy manbalarda berilgan jadval hisoblanadi. Bundan tashqari, buni ko'proq praktis qilish uchun, demak, umumiy qanday usulda, qanday ko'rinishda yozishni aniqroq tushunish uchun, demak, umumiy qolip yasab olish mumkin. Buni, demak, o'quvchilarimiz uchun deyarli tayyorlayapmiz, yakuniga yetib qoldi. Xuddi shu holatda, demak, struktura qolib bir xil bo'lgani uchun ichidagi mavzular o'zgarishi mumkin. Bugun fitness klub haqida bo'lsa, ertaga aytaylik pishiriq kursi haqida bo'lishi mumkin. Yana boshqa narsalar, misol uchun aytaylik, kecha misol ko'rdik. Pishiriq kursiga feedback so'rab sizga xat yozishdi. Siz kursda o'qidingiz, endi o'sha kurs haqida sizdan feedback so'rashyapti. Shunaqa holat bo'lishi mumkin. Bularning barchasiga, demak, umumiy qolib qilib olsak bo'ladi. Demak, imtihonga kirganingizda xuddi shu ketma-ketlikda yozsangiz, asosiysi sizda muammo bo'lmaydiki,
qaysi joyga qanaqa so'z yozay, qanaqa grammatika ishlatay, nima qilay degan savol bo'lmaydi. Shunchaki sizdan so'ralgan savolga javob sifatida fikr qo'shing. Ya'ni sizdan nima o'zgarish qilaylik dedimi, qanaqadir o'zgarish qilishini aytishingiz kerak. Nimani his qilyapsiz dedimi, hissiyot aytishingiz kerak. Shu topshiriqlarni bajarib, grammatikani rasmiy norasmiyni ajratgan holatda gaplar tuzib va ketma-ketliklarda to'g'ri olib boradigan bo'lsangiz, yaxshi natija qilish mumkin. Mana task 1 ga umumiy xulosa qilib, "Hi Bodirullo ism" va oxirini "Take care" deb ismingizni yozib jo'natasiz va misol uchun doim task 1 da part 1 da demak, sizga kimdir xat yozar ekan, o'shandan mavzuni tushunib olar ekansiz. Demak, har safar "I just got an email from" deb aytsangiz, mos keladiganga o'xshab turibdi. Demak, hali imtihonga hech kim kirmagan. Haqiqiy imtihonda bu qanaqa formatda tushadi, qanaqa baho qo'yiladi, bunaqa iboralarga hali bilmaymiz va bu oktyabr oyida ma'lum bo'ladi. Hozircha demak, berilgan ma'lumotlardan shu xulosaga kelyapmiz. "I just got an email from" deb oktyabrda kirsangiz yozing shu ishni va nima bo'lganini yozing. Chunki siz e'tibor bersangiz, sizga xat keladi qanaqadir mavzu yuzasidan va siz do'stingizga xat yozishingiz kerak. O'sha mavzu yuzasidan. Shuning uchun men xat oldim mana bu joydan va nima bo'lgani haqida aytib turib, doim feeling so'rash ehtimoli baland. Siz bu haqida qanaqa hissiyot bo'ldingiz? Upset bo'ldingizmi, happymi, afraidmi, angrymi? Shuni bildiring va sizdan nimadir o'zgarish bo'lishini yoki nimadir qilishlarini so'rashingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, I think they should do deb shunchaki ayting. Qanchalik sodda, simple bo'lsa, bu informal bo'ladi va oddiy iboralar ishlatilayotganidan ham bilsak bo'ladi. Va iloji bo'lsa, demak, "What do you think? Well, let's meet and talk about it" ni mavzuga mos kelsa, har qanaqa inshoingizga, demak, har qanaqa yozayotgan matningizga qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham norasmiyligini juda yaxshi ko'rsatib beradi. Demak, mavzu sifatida, demak, do'stingizga shunchaki xat yozayotganingizda, "Nima deb o'ylaysan shunga?" degan fikr juda mos keladi. Bu ham demak oxiriga yetib qoldi. Buni tayyor holatini yaqin kunlarda Telegram kanalimizga joylaymiz. Siz ham demak Telegram kanalimizga ulangan holatda bu ma'lumotlarni shu tayyor qolipda olishingiz mumkin. Buning uchun demak video ostidagi havoladan, linkdan yoki video davomida sizga ko'rsatilgan Telegram kanal orqali qidiruvga bergan holatda ham ulanib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, writing haqida hozircha shu.